Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar hamda kanalimiz mehmonlari. Bugungi sanamiz 2-may. Xudo xolasa biz yana Namangandagi Yashil dehqon bozoridamiz. Bilmaganlar uchun mana shu bozorda har shanba kuni katta eski baraxolka bozor bo'lib o'tadi. Kelarasizlar vaqtinglarga qarab. Bozori orientiri Navbahor stadioni bor, Namanganda joylashgan. Shuni oldidagi Yashil dehqon bozori. Hurmatli obunachilar, har doimgidek mana shu joydan sizlarga kerakli, manfaatli video tayyorlab beramiz. Ya'ni barcha turdagi kerakli narsalar, ruxsat belgilarini ko'rsatamiz. Diqqat bilan kuzatinglar. Mehnatimiz uchun bir donadan like bosib qo'ysanglar xursand bo'lamiz. Fikringlar bo'lsa bemalol kommentariy ostida qoldirishinglar mumkin. Bo'lmasam obzorimizni boshladik. Hurmatli obunachilar, demak boshladik videomizni. Xudo xolasa videoni boshiga sizlarga bozordagi rabochiy hamda yangi televizorlari bugungi kundagi narx-navosini yoritib beraman. Xizmatlar bo'lsa sotuvchi akamizning telefon nomerlari ekranda bo'ladi. Bog'lana olasizlar. Avazbek aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamay, ishlab turibsizlarmi? Telefon nomeri nechida? 91 352 80 83. Yaxshi. Telegramlar bor. Bu televizorlarimizga, rabochisiga, yangisiga dastavka xizmati bormi, yo'qmi aka? Shahar ichiga qilib bera olamiz. Namangan shahriga. Ha. Yaxshi. Rabochisidan boshlaylik. Endi eski bozor-ku, ko'pchilikka qiziq. 32 talik o'sha eng kichkina razmeri 32 talikmi? Ha, shundan tanishtiraylik aka. Ha. Qaysi? Mana mashinalar 32 talik prostoylari o'zi. Prostoylari o'sha 550 dan qoldi. Bo'pti. 550 ming so'm. Ha, so'mdan. Namangan shahrida dastavka ham qilib bera olasiz, xudo xolasa. Ha, qilib beramiz. Prostoy, televizor o'zi. Ha, televizor o'zi. Yaxshi. Smartlari bor edi, tugab qoldi. Smartlarni 850 mingdan sotdim. YouTube, Wi-Fi, Smart, Wi-Fi, YouTube, Android, голосовой hammasi. hammasi bor. Prostoylar demak 550 ming so'mdan ekan, 32 talik. Artel do'stlar. Bunisi ham Artel ekan, mana yonib ishlab turibdi. Samsunglar bor edi, tugab qoldi. Bunisi nima ekan? Monix ekan. Hop, tepadagilari qanaqa aka? Endi mana Monix mana 42 yillar mana 43, 42 prostoylar bilan 1 million so'm. 1 million so'm. Ha, mana Smart Androidlari bor, 1 million 450, 400 sotyapmiz. Mana shularimiz Smart 43 liklari. 1 million 400 dan. Razmerda bular. Ha. 43 prostoylari va 50 ga bor, 50 ga. Orqadagimi? Ha, 1 million 900 ming so'm. 1 million 900 ming so'm 50 razmerdagi smartmi endi? Ha, yo'q, prostoy. Avazbek aka, bulari ham hozirgi 32 talikning oddiysidanmidi? Mana ikkinchi qatordagilar. Ha, bular oddiysi, Smart tugab qoldi o'zi. Tushunarli. Bunimiz qanaqa? Toshiba. Ha, Toshiba bular 800 ming so'm. 800 ming so'm. Oka 550 dan qo'ydi, olayapsizmi? Mana 400 mingdan mana prostoylar. 400 mingga ham bor ekan mana do'stlar. Panasonic. Mana endi 650 ming, 700 minggacha 42 lik, 40 liklar mana prostoy. Toner yo'q xolos ichida. Tushunarli. Mana o'sichi. Bu 450 ming so'm. 450 ming so'm. Zo'r. Hop, eskilari deyarli bo'ldi-ga. Avazbek aka. Nima deysiz? Eskilar bo'ldi deyarli. Ha. Yangi. Nech pul edi mana eng kattamiz aka? Ha, bular 4 million 900 ming so'm. 4 million 900 ming. Ha, funksiya bor. Hammasi Webos, Android. Nechtaligi endi bu? Bular 65 65 degan. 65 chiqadi do'stlar. Qancha deysiz? 4 million? 4 million 900 ming. 4 million 900 ming so'm ekan do'stlar, Namangan shahrida dastavkasi bilan. Mana Artellar bor mana 43 lik yangilar bor mana. 43 Artel yangi. Yangisi. 2 million 100. 2 million 100. Smartmi endi bu? Smart Android голосовой. Aha. 43 mana 40 lik chiqadi. Bular 1 million 800 mingdan mana. 1 million 800 mingdan. 45 liklari 1 million 900 mingdan. Tushunarli. 1 million 170 dan qilyapti mana yangilari. 1 yil serisi bor. 32 talikmi bular? Ha, 32 talik. 1 million 170 ming so'm. Ha. Ani pastavkani ham qo'shib beramiz, 1 million 200 qilib beramiz. 1 million 200 mingga pastavkasi bilan. Smart Android aka 1.5 da o'sha 14 qilib berdim, 14. Do'stlar, bozor mana ko'ryapsizlar. Smart Android mana ular. Hop, Avazbek aka. Demak, aka o'z kanaldan ko'rdingdi, murojaat qilishadi, xudo xolasa sizga. Aytilgan shu narxlarga qanaqa razmerda televizorlar kerak bo'lsa, rabochisi yoki yangisi, iloji bor. Qolgan yerlarga Namangan shahridan tashqari kelish imkoniyati yo'qlarga pulli bo'lsa ham dastavka xizmati bor.
Bor. Beramiz. Iloji Qo'ldan bor. kelgancha. Xo'p bo'ladi. Faqat shanba kuni bozorda bo'lasiz. Ha, shanba kuni bozor. Do'stlar, kelaverasizlar, Avazbek akamizga uchraverasizlar. Hozir sizlarga turgan joylarni qisqacha tanishtirib ketaman. Diqqat bilan kuzatib turinglar, videoni o'tkazmasdan. Avazbek aka, rahmat sizga. Salomat bo'ling, ishingizga baraka bersin. Mikrofonni olaman aka. Xo'p, akamizni turgan joylarni qisqacha tanishtirib ketaman. Yo'llarda mana oshxona bor. Dovondan tushib kelishdagi ikkinchi darvoza. Oldimizdagi naves oldi asosiy darvoza, bozorga kirish. Bu yoqda maishiy texnikalar sotiladi. Oldimizda mana tandirda somsalar sotiladi. Mana shu joylarni eslab qolinglar do'stlar. Shu yerga kirasizlar. Bu yoq kiyim-kechak, stollar. Televizor mana shu joyda sotadilar. Avazbek akamiz Akuz kanalida ko'rdingiz. Bemalol shanba kuni kelaverasizlar yoki bo'lmasa dastlabki xizmatdan foydalanishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, endi sizlarga bozordan avtomat kir yuvish mashinalarini ma'lumotlarini beramiz. Qaranglar, Viber'ni ko'pligini diqqat bilan kuzatinglar. Qaysi bir ma'qul bo'lsa telefon nomerlari sotuvchi akalarimiz ekranda bo'ladi. Bog'lanaverasizlar. Muhammad Ali aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Bozorda faqat shanba kuni shu yerdamisiz? Shanba kuni, qolgan kuni joyimiz bor, Axskentda. Hop. Do'konimiz bor, o'sha yerda bor mashinalar. Yaxshi. Shanba kuni vaqtlari bo'lmasa, ishlarni bitirib bera olasiz, qolgan kunlari ham? Ha, bitirib beramiz. Dastlabkisi ham bor. Tushunali. Telefon nomerlar. 93lik Hop. 678 1015. 10-15 raqamlari. Telegram, WhatsApplar bor. Bor. Dastlabki xizmat qanaqa endi? Pullimi, pulsizmi? Bepul. Bepul. Qayergacha? Vodiy bo'ylab. Andijon, Farg'ona, Namangan ichida. Zo'r. Xo'p, boshladik. Chekkadan ketaveramiz. LG ekan. 8 kilogramli. Bu 8 kilogram LG'larimizni Hop. 2,5 million so'mdan qilib beramiz. 2,5 million so'm. Ishlashlari-chi aka? Ishlashlari zo'r. Mana funksiyalar. Wi-Fi'lari bor. Wi-Fi'li bilan. Balonlarimiz bor. Bularni 2 million so'mdan qilib beramiz. 2 million so'm ekan, 6 kilogramli do'stlar. Yaxshi. 1 million 100 ming so'mdan qilib beraman mashina uchtasini. 5 kilogramli ekan, 5 qaranglar. kilogram LG LG. bez remont. Aha. Kirmoshning eng zo'ri LG adashmasam. LG Samsung. Aha. Xo'p, Ariston. Hoffman. Bunimizni 1 million 200 ming so'm qilib beramiz. 5 kilogramli ekan. 1 million 200 ming so'm. Mana uni ham 1 million so'm qilib beramiz. Samsung 5 kilo. Yaxshi do'stlar, mana. Keyingisi 1 million 600 ming so'mdan qilib beraman bularni. 1 million 600 ming so'm. Ekobabel ko'ptirib yudog'ona. Ko'ptirib yuvarkan. Zo'r. Bu ham o'sha narxda. Mediamiz, ha, bu ham o'sha narxda. Mediamiz 6 kilogramlik. Hop. Bularni 1 million 300 ming so'mdan qilib beramiz. 1 million 300 ming so'm. Zifler. Ziflerimizni 1 million 400 ming so'm qilib beramiz. 1 million 400 ming so'm. Juda yaxshi. Gudvelimiz 6 kilolik. A+ deganida. Hop. Bunimizni 1 million 400 ming so'm qilib beraman buni ham. 1 million 400 ming so'm. Yaxshi. Mana unimiz artelimiz elektr motor deydi. Bularimizni 1 million 600 ming so'm qilib beraman. Juda yaxshi. Mana elektr LG lar 6 kilolik, 5 kilolik elektrimiz bor. Bularimizni 1 million 600 ming so'mdan dastlabkisini qilib beramiz. Narxi bir xil. Bir xil, uchovi ham. Bittasi 6 kilogramli, qolganlari 5 kilogramli ekan do'stlar. Hop, Devo'si. Devo 6 kilolik, yangi. Bunimizni 2,5 million so'm qilib beramiz. 2,5 million so'm. Ishlamagan. Mana u LG'lar, Samsung'larimiz bor. Dababishning ishi deydi. 7 kilogram. Bularni 2 million 200 ming so'm qilib beramiz. Yaxshi. Mana unimizni 2 million 400 ming so'm qilib beramiz. 8 kilolik Wi-Fi'li. Samsung. 8 kilo. Do'stlar. Mana ham 8 kilolik Cherokee kattasi. Buni ham 2 million 400 ming so'm qilib beramiz. 2 million 400 ming so'm. Do'stlar, qaranglar, Viber ko'p, hozir 30 tadan oshiq adashmasam aka. Ko'rganinglar qaysi bir ma'qul bo'lsa bog'lanaverasizlar. Undan tashqari ham sotilib ketib qolsa ham akalarimiz shunaqa avtomat kir yuvish mashinalari sizlarga qanchaligidan kerak bo'lsa qilib berishaveradi. Akuz kanalida ko'rdingiz, murojaat qilsalar xursand bo'lamiz. Aka, bularni ishlashlariga kafolat qanaqa? 2 yil motoriga, 2 oy o'ziga, 5 oy servisiga. Zo'r aka. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Charchamanglar, savdoylar bersin. Xo'p, hurmatli obunachilar, endi e'tiboringizga bozordan ishlagan gaz plitalar narx-navosi bilan ma'lumotlarni beramiz. Diqqat bilan kuzatib turinglar. Xizmatlar bo'lsa ekranda nomerlar chiqarib qo'yamiz, sotuvchilari bog'lanaverasizlar. Oldinglarmi, sotildimi aka? Sotildimi? Ölüştü, okeyler ölüştü. Qanchaga? Hiçbir bir işte. Hiçbir kadar kovaz. 200, 200 metre.
Pullama? Xayrli bo'lsin akalar, yaxshi kunga Aka, ishlatinglar. 100 dollarga. Hozir qancha O'lisimi? ketdi? 100 dollarga ketdimi? O'lisimi? Ha, zaps ketyapti-da. Zaps ketdimi? Zaps ketyapti. Aka 100 dollarga berdim Brest. Dana Brest. Qadimgi. Aka nechi pulga oldingiz? 100 dollarga. Ha, 100 dollarga olinibdi. Ketyapti mana. Xudo xolasa arzon. Yaxshi Ilyosbek. pullar ishlatinglar. Telefon nomerlari nechi edi? 97lik, Hop. 250 3040. Mana qilinglar ham ko'rsata. Telegram bormi? Faqat Telegramdan qilishsa. Namangan ichi. Telefon qilishmasinmi? Yo'q. Bekorchilik ham qilaverdi-da. Ha, tushunarli. Telegramdan yozishsa, Resim tasha deyishsa, men resim tashaman, unga qarab ishlaydi. Yaxshi. Mana shu Namangan ichi dastavka tekin. Namangan shahrimi yo viloyatimi? Mana shu shahri, ha. Chus, Qoplagan Ha, ketadi. hamma yoqda. Namangan viloyati bo'ylab bo'lmasa, Ha. tushunarli. Nech pul bu? Top. O 7 qilib beraman, 1 million 700. 1 million 700 ming so'm. 1,5 qilib beraman buni. Gefest. Holat uda. 1,5 million so'm. Ochiladimi hozir? 1,5 million so'm. Shunaqami? Ha. Ertalab ozroq yomg'ir yog'di. O'shanga sal nima Aha. bo'ldi? Xo'p, bunisi qanaqa? 2 yo 350 mingga. Bunisimi? 2 ha, qolib kerak. Ikki quloqli. 150 ming Qadimgi so'm. rossiyskiy 1 million Nerjeveka. Turkiya. 1 million so'm. 1 million so'm. Tushunarli. 1,5 million so'mga Brusa 1,5 million so'm ishlari yangi. Arziydi gaz chug'urishotga turbogarilka mana bu Nerjeveka bu ham. Dahshat bu ham 1,5 ga. Yaxshi. 1 million 300 ming so'mga. 1 million 300 ming so'm bunisi do'stlar. 1 million 200 ming so'mga. 1 million 200 ming so'm. To'rttasini Xo'p. 700 ming so'mdan tanlab olishadi. Rossiyska bular, a? Rossiyskiy qadimgi. 700 mingdan tanlab olishadimi? Yaxshi. Yo'llarning ko'rinishi do'stlar. Rossiyskiy qadimgi. Ay, qabotchi. Haydi ishlagan. Yaxshi, Ilyosbek, demak, aka o'zidan chiqishsa, mana shu aytilgan narxga Namangan bo'ylab yetkazib berasiz. Ha, yetkazib beramiz. Ishlashlari yaxshi. Xudo xolasa hammasiga garantiyasi bor. Mana grill apparat siznikimi yoki sizniki emasmi? Shiriniki nech bilan tila bilmayman. Bo'ldi. Xo'p, sizniki bo'lganda narxi nima qiladi? Buni siznikimi? Meniki bu. Narxi nechi pul? O'sha narx ichida 700 ming. 700 ming ichida chiroyli ekan. Do'stlar, mana shuni Ha, tavsiya qilaman, chiroyli. lekin ko'rinishi chiroyli akkurat Sotildi. Ha, Olib sotildi. sotar o'zi oldi. Foydalanishga. Xo'p, hozir sotuvga qo'yamizmi yo'qmi? Qo'yamiz. Necha pulga beramiz? O'sha gap 700 ga bera olamiz, ha? Bular-chi 100 ming da. 100 ming so'mdan 2 quloqli. Ular 150 ming, 200 ming so'm. Pulsiz 200 ming so'm. 200 ming so'm ekan, ples bo'lsa 200 ming so'm. Yetishga bor. Hech pul. 250 ming so'm. Mana joyimizni bilib olishsa, mana shu kelishaveradi. Siz orqangizdan kelishsa, men qaraman. 50 ming yana tushib beraman. Narxdan tushib berasiz. 50 ming yana tushib beraman. Xo'p. Xo'p, Avazbek Xaladenni sotadigan akamiz o'sha yonida aka. turishadi. Bu yog'i nariz Ilyosbek do'stlar. deyishsa, Bu tarafimizda gilamlar, eski rabochiy mebellar sotiladi. hozir kiraverishda o'ng tarafda. Ilyosbek Xohlasa yaxshi hammasi. Nomeri eslatib qo'yaylik. 97 o'qimiz 250 3040. yaxshi, Telegram, WhatsApplar bor. Xohlasa. Salomat bo'ling, bozoringiz bersin. Aka. Charchamang, Yaxshi sizlarga bo'ladi, omad. bo'ladi. Bog'lan orasida ekrandagi nomerlarga. Hurmatli obunachilar, gaz plitalari ko'rsatdik. Endi sizlar e'tiboringizga bozordan demoxodlari, vitichka, keyin dud bo'ron ham deyishadi. Shularni narx-navosini ma'lumotlarni beramiz. Kerak bo'lsa sizlarga ham sotuvchi akamiz ekranga nomerlarni chiqarib qo'yaman. Bog'lan orasizlar. Do'stim, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Nima gaplar? Ismingiz nima edi? Yahyobek do'stimiz bilan tanishtiramiz. Telefon nomerlari ishlab turganmi? 99lik, Aha. 393, Hop. 75, 75. Telegram, WhatsApplar bor. Telegram bor, Instagram bor. Do'stim, bular dastavka xizmati qanaqa? Dastavka endi yo'q bizda. Sizlarda yo'q, alohida. Misol yetib kela olmayman, jo'natib yuboring deysiz, jo'natib Jo'natib yuboramiz. Qayerga bo'lsa ham. Arzon nechi pul bugun? Eng arzon 200 ming. Qani ko'rsataylik shuni. Mana 200 ming so'm. ha 200 ming. Aha. Ishlash qala. Ishlash yaxshi. Uzilgan joyi yo'q-a? Sal pastroq tortadi. Yo'q, zo'r ishlar. Narxi 200 ming so'm. Nechta bundan? 200 milligidan. O'lchamiz bitta qoldi. Bitta qoldi. Keyingisi nechi pul bundan balandrog'i? Mana 300 ming qilaramiz. 300 ming so'm. Katta motor. Stretchlab qo'yishibdi.
Xo'p, bundan nechta buni narxida? Serop bundan. Serobmi? Ashla, ha. 300 ming so'm shular ha hammasi. O'ntacha bor. O'rtacha ishlashlari zo'r. Zo'r ishlash. Mana do'stlar 300 ming so'mdan ekan shular. Har xil turidan bor. Xo'p, bundan keyingi narxlari. Mana valla bu 400 mingdan qilib beraman. Narx 400 ming so'm. Ha. Zo'r. Nechta bundan? Bular qancha? Mana ashla 400 dan qilib beraman. Mana shular 400 ming so'm. O'ynalarni ham, mana qilarni ham qilib beramiz. Qanchadan? 400 dan. 400 ming so'mdan. Do'stlar, har xil turidan bor ekan. Ikkita motorli esa, ikkita motorlilar ham 400 dan ketaveradi. 400 ming so'm bu ham. Yaxshi. Qayerga asosan bular do'stim? Mahsulot qayerga? Har xil. Xitoy, O'zbekiston, Afg'oniston, O'zbekiston, Rossiya, Xitoy. rossiyskiy mallar, defenslar. Eng qimmat nechi pul? Eng qimmat Bormi? ajlari 400 dan qilib 400 ming beraman. so'm, Ajlar o'z 500 ming, 600 ming narxi aytiladi. 400 dan qilib 400 beraman. dan qilib bera olasiz. Kuchli motor, turbo motor. Yaxshi. Ha, gaz plitalar ham bor mana. Gaz plitalar nechi puldan chiqadi? 300 mingga qilib beradi mana buni. Ixlolina. Ha. Hop. 400 ming, 500 400 ming, ming, 500 ming, 600 mingdan qilib 600 beradi. ming GFS'lar ekan. Ko'ryapti. Zo'r. Yaxshi, demak aytilgan nomer ekranda turibdi do'stlar, bog'lana olasizlar. Saturn degani ham bor ekan. Nechi pul bu? Yo sotildimi? 400 ga beramiz uni. 400 ming so'm. Goodwell'niki bor. Zo'r firma, Margansa? 4 ta skorslar. Uni ham 400 ga qilib beramiz. Xo'p bo'ladi. Murojaat qiladigan bo'lsanglar, hurmatli obunachilar, xizmatlar bo'lsa, aka o'z kanalida ko'rdik deb mana shu Ikki oy Yahyo garantiya. do'stimizga aloqa chiqarasizlar. 2 oy ishlashiga garantiya. Ha, sinab ko'rishga 2 oy garantiya beramiz. Xo'p bo'ladi. Muammo chiqib qolsa-chi, misol barter bormi? Almashtirish iloji bormi? Muammo yo'q-ku sizda, to'g'rimi? Shu bilan shug'ullanadilar. Ha, Faqat shanba kuni shu yerdasiz. har kuni. Har kun shu yerdamiz. Vaqtlar bo'lsa kelishaveradi, xohlagan Kelishaveradi. kunlari. Do'stlar kelaverasizlar. Yonimizda stollar sotiladi. Bemalol aka o'z kanalida. Ajoyib tushuntirib qo'yaman mana. Aloqa bank bo'lgan ekan zo'r. oldin, aloqa banklar ishlagan ekan oldin. Hozir bozor. Aldanib qolishmasin-da. Mana shu do'stimizga bog'lanib kelaverasizlar. Yahyo bey, rahmat. Ishingizga baraka bersin, savdoyingiz bersin. Charchamang. Hurmatli obunachilar, endi sizlarga bozordan trenajyorni apparatlarni ko'rsatamiz. Begovoy doroshka, har xil 3 xil varianti bor ekan. Narx-navosini bilib beraman hozir. Velo lija bor ekan, naryoqda leja bor ekan. Uni ham hozir narxini, necha pul ishlashlari, qanaqa dastavka xizmati ma'lumotini beramiz. Diqqat bilan kuzatib turinglar. Uka charchash yo'qmi? Yo'q, rahmat, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Telefon nomeri nechi? 90 Aha. 599 Hop. 7400. 7400. Bu ajoyib ekan. Qayerniki o'zi bu mahsulot? Bu Xitoydan keladi, o'zasi Xitoydan, hammasi Xitoydan Aha. yig'ilib, Hop. keyin bu yerga keladi. Tushunarli. Masalliqlari har xil davlatda tayyorlanadi. Tushunarli. Bu professionalniy velolija, 200 kg katta veslar olaveradi, o'tijam. Toza fitness zallarniki bu. Tushunarli. Mana yondan ham ko'rsatib qo'ya. Xo'p, ishlashlari qanaqa ukajon buni? Ishlashlari zo'r deyilyapti. Mikrofon taqmayman sizga. Narxi nechi pul qilib beramiz biz aka o'z obunachilariga? Aka o'z obunachilar qancha qilib berasiz? Okam, obunachilar uchun mayli 3 million sotildi-kan, 2,5 million qilib beramiz buni. 2,5 million so'm. Dastavka xizmatichi. Kelishamiz. Kelishuv asosida. Bepul joyi bormi yo'qmi? Da, bepul ham Namangan bo'ylab bepul qilib beramiz bu. Xo'p bo'ladi. 2,5 million so'mga olishsa, Namangan viloyati bo'ylabmi yo shahrimi? Viloyati bo'ylab. Viloyati bo'ylab, zo'r. Velo lijamizchi. Oka 2 million dittuk, Hop, 1,5 million qilib beramiz. 1,5 million so'mga berilar ekan do'stlar, mana ko'ringlar. Mana oldi taraf tablolari, ishlashlari O'ta zo'r oka. yaxshi. Xudo xolisa, o'zimiz ustasimiz. Bu chefe bo'ladigan bo'lsa, mana shu nomerimizga telefon qilaverishadi. Tuzatib berasizlar. Da, tuzatib, Muammo chiqib qolsa. любой trenajyorni ko'rib beramiz. Pasport. Qancha dedingiz buni? 2 million dedim, 1,5 million qilib beramiz. 1,5 millionga velo lijani xarid qilsanglar bo'lar Namangan ekan viloyati do'stlar. bo'ylab Aha. besplatniy qilib beramiz. Zo'r. Dastavkasi. Dastavkasini. Bu massajning obruchida adashmasam. Obruchda. Nech pulni edi? Narxi? 50 ming so'm. 50 ming so'm. Begovoy doroshkamiz. Bu 120 kglik begovoy doroshka oka. Hop. Двойной motorli oka. Aha. 2,5 ta o't kuchiga ega, Aha. 2,5 HP motor.
podyomkalari bor, vibratorlari bor, aka. Qancha narxi? Narxi 3 million ditdik, aka. Hop. Mayli, buni aksiyada 1 million o'tib beraman, 2 millionga beraman. 2 million so'mga beramiz, ha? Da. Do'stlar, begovoy doroshka 120 kelaylik ekan. Zo'r narx bo'ldi. Xo'p, Mexanический begovoy doroshka bunisi. Bu 100 kilogacha odam ko'taradi, o'tijam, hamma narsalar ishlaydi. Buni okom mayli. Siz obunachilar uchun Hop. 700 ming qilib beramiz. 700 ming so'm do'stlar. Tok ishlatmaysiz, tok rasxod qilinmaydi. Yaxshi. Keyingisi. Bu 110 kilolik begovoy doroshka. Bu 1,5 millionga berib yuboramiz, aka. 1,5 million so'm ishlashlari. O'ta zo'r, aka. Bitta motorli, aka. Ikkita o't kuchiga aka. Vibratorlari, hamma narsasi joyida, aka. Zo'r. Qancha dedingiz? 1,5 million. 1,5 million so'm necha kilolik edi? 110 kilo. 110 kilo do'stlar. Ekranda sotuvchi akalarimiz nomerlar turibdi. Aka.uz kanalida ko'rdik desanglar, har qanaqa turdagi mana shunaqa trenajyorniy zalga uyda yoki bemalol shug'ullanadigan mana shunaqa sport tovarlarini, texnikalarni qidirishadi. Aka.uz kanalida ko'rdik, bog'larning orasida bozorga har shanba kuni chiqishadi. Katta trassani bo'yidamiz mana. Oldimizda Turkiston to'yxonasi bor, kela orasida.